Hammaga salom. Biz bugungi videoda quruvchilar jangini ishtiramiz. Bu yoqda O'zbek, bu yoqda men. Hammaga salom. Qanisiga birinchi daraxtdagi uy. Daraxtdagi uy. Bo'ldi, gap yo'q. Dars qilamiz. Hozir men nimaga bunday qildim? Endi buni yezib kerak. Videolarda ham yezib tashamma. Taxta qo'yarsak ishlayolmaydi. Daraxt sabiga deyapti mana shu yerlarim. Endi daraxt joyiga 4 ta daraxt ekadigan daraxt olamiz. 1 2 3 4. Qanday qilayotgan ekan? Buni bargi yo'q-ku. Nima qilamiz endi? Bargi yo'q, qurib beramiz bargi. Qanday barg ekan buniki? Ne bargmi? Seniki? Kor bitta deb bildim. Yog'ochingni yeyib yuborsak ham ishlamay. Neyse tashlab chiqmaymi yaxshi? Menga udar bo'ladi bajalar. Ishoninglar. Dars qo'yaramiz. Varsa bu yoqda. Keyin daraxt yesin, mo'lat yezilib ketib boryapti. Bo'lmasam farqi yo'q. Qo'yaveramiz bizga. Ostimda qo'yib yezilib ketmani bo'lsin. Endi kallamga urdi. Farqi yo'q menga endi. Ya'ni chiqishga kerak bo'ladi-yu, mayli. Mayli, nima qilamiz? Sal buni teparoq ko'tarish kerak. Dars. Qanday sklet menga yordam berar? Dars. Biz qurib bo'lgan ko'rsatamiz. Menga bo'lmagan bo'lsa ham, sal ham bo'ldi mana ko'rsataman. Keraklar bironta men jengildim. Buni qo'yamiz. Bunga qo'yib, bunga chiqamiz. Chiqib, buni yuboramiz. Mana kiramiz, tayyor. Ana uy, cho'tka uy bo'ldi. Lekin bu bo'lmadi. Mayli, O'zbek tilida borayotgani. Sazbeqa. Seni anoni Bironta jengilsaga men mayli, nima qilamiz? Bironta aniq yengillikni O'zbek hozir. Voy mayoras. O'zbek hozir aytdi, hali men qilib qo'yganim dedi. O'zbekni ajramiz. Do'stingda men daraxtlarni yezib tashlab, o'zim qo'ygan barglarim yo'qolamagan. Sinab qo'ygan bir. Nimaga daraxtlarni yezyapman? Men daraxtlarning joyiga taxta qo'yaveramiz. Barg bilan qoplab chiqaylik.
tars. Qurib bo'ldim mana. Endi bu yerga divan qo'yib yuborsak bo'ldi. Endi ketdik. O'zbek tilida bo'layotgan. Bunalarni yezib tashlasim qayta. Keyin bitib qo'yib qo'ysam ketdik bular. O'zbek tilida boramiz. Ketdik. Buni yezib, buni yezaveramiz. Hammasi ashab ketadi. Ular asabga yomon deyapti. Petrok, ters. O'zbek. Mayo, bu nima bu? O'zbek kiryapman ey. Mayda uxlayapman. Uxlab bo'lmayapti. Divan ezme keyin. Mayo, nima bu oxirgacha joldi? Ha, narvon bor. Bile. Bironta men yengildim o. Tan olaveray. Voy mayor. Yem. Seni tomosha qilyapmiz. Ya mayor. Ketdik endi menga. Ko'ramiz. Menikini ham kelyapsan ha? Sen kelib qolding. Yur bu yoqqa. Meni izimdan. Yur. Chetki uy bishinam yine. Shinamgina nima qilding meni shuncha qilgan uyimda? Endi ko'ramiz hozir. Tars. Shuncha qilgan mehnating. Dars bo'ldi. Bo'ldi. Ikkinchi raundni nima quramiz? Ikkinchi raundda kim chiroyli uy qurish? Va ikkinchi raund uy qurish ketdi boshlandi. Men qurib bo'ldim. Bu nimaga savondan desalaringiz. Chunki qorn ochganda uyda ezib yuraveradi. Menda qurish mahorati yo'q bo'lsa ham aql va geniy kalla bor. Chetga chiqdi lekin. Kimni va'dasi desin ikkinchi raundda men yengarman. O'zbek tilida borayotgani. Nimalar bo'lyapti? Men kallam ketib boryapti. Qirib oldingmi? Mayo. Yas. Bo'la. Iya. Ben nima? Yine savun nima bola? Ne to'yibdi? Bo'la. Chetki uyingga kirib ko'rda, chetki narsalar qilib qo'ysangki. Bo'la, lekin ikkinchi raundda men yetdim. Uyingga kirib ko'r. Endi men uyimga boramiz. Menga lekin chetki bo'ldi. Nimaga savondan deysanmi? Qorning ochsa shunday savonni ezib yeb olasan. Bo'ldi. Farqi yo'q, yangi uy qurib olasan. Men qurish mahoratim yo'qsa ham geniy kallam bor. Nima qilding sen? Men uyimni sen yoqdingmi? Ha, ko'ramiz, hozir ko'ramiz. Sen men uyim bilan o'ynashmabsan. Ikkinchi raundda men yutdim. Qaytdan ketdimi? Ha, to'g'ri, buni. Men seni geniy kallang.
Manaki. 3 raund, 3-chi raund kim jenggan hali bir azizchalik bir. Men jengdim bu raundda. Nima qilyapsan? Bo'lsam o'zingga eshittirib ol, yordam beraman deb mayli. 3-chi raund ketdi.